hozirgi kunda Manchester City'da o'ynayotgan Abduqodir Husanov qaysi klubdan o'tgan City'ga? Akalar, ikkita savol beraman. Savollarimga to'g'ri javob bersanglar, Shower House'dan, homiyimiz Shower House'dan pizza hamda bosh homiyimiz taksi o'ynayotgan kichikroq bir sovg'a yutib olishingiz mumkin. Qiyin savolni bermaysizmi? Oson savol beraman. To'xtamasa mayli. Xo'p, tayyor bo'lsanglar, birinchi savol. Asakadagi mashina zavodida birinchi qaysi mashinalar ishlab chiqarilgan? Asakadagi avtomobil zavodida 1996-yili Nexia, Damas, Tico avtomobil ishlab chiqarilgan. Javobingiz to'g'ri edi. Ikkinchi savol, futbolga qiziqasizlarmi? Qiziqamiz. Shu bola qiziqadi. Hozirgi kunda Manchester City'da o'ynayotgan Abduqodir Husanov qaysi klubdan o'tgan City'ga? Abduqodir Husanov Lens klubidan o'tgan Fransiya nimasidan. Javoblar to'g'ri. Akalar, homiyimiz Shower House'dan pasport stol to'g'risidagi Shower House'dan ajoyib pizza hamda bosh homiyimiz taksi o'ynayotgan sirli sovg'a bu. Rahmat. O'zinglar ko'rdinglar, akalarga sovg'alarni berdik. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa keyingi ishtirokchi sizlar bo'lishinglar mumkin.